Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agar sizlarda bepushtlik, homiladorlik paytida qanaqadir ginekologik muammolar yoki varikoz bo'lsa, o'ylaymanki bugungi podkastimiz sizga juda qiziq bo'ladi, chunki bugun mehmonga juda talabgor, juda o'zini ishini ustasi tashrif buyurgan. Assalomu alaykum, Hilolaxon. Вот, я считаю, что лучше всего Hilola o'zini tanishtirib o'tsa. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Usmonova Hilola Anvarovna, 10 yillik tajribaga ega reproduktolog, ginekolog shifokorman hamda estet ginekolog ham. Demak, bizning asosiy ish faoliyatimiz bu bepushtlik bilan murojaat qilgan juftliklarimizni olib borish. Eko markazda, siz ona bolasi eko markazida faoliyat yuritaman va demak o'sha respublikamizda eko protseduralariga va o'sha texnologiyalarni qo'llashga qonun jihatdan tasdiqlangandan so'ng klinikamizda aktiv eko programmalarini noldan boshlab hammasi od A do Ya bizda qo'llaniladi va bepushtlikni barcha turlariga agar bo'lsa sizda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Klinikamizni demak aytadigan bo'lsak, bugungi kunga kelib eko bo'yicha natijalarimiz 60-80% ga ham chiqqanmiz. Shuning uchun hurmatli tomoshabinlar, o'ylaymanki bugungi podkastimiz aynan qiziq bo'ladi. Agar sizlarga bu narsa yoqadigan bo'lsa, albatta like, kommentariy qoldiringlar va kolokolchikni bosib podpiska qilishni unutmanglar. Hilolaxon o'zini Hilola Anvarovna o'zini yaxshilab tanishtirib o'tdi, lekin biza kursdosh bo'lganligimizni ham aytmabdilar. Birga 7 yil o'qiganmiz-da va keyin Hilola o'zini boshida xirurg bo'laman degandingiz, keyin ginekologiyaga urib ketgandan keyin немножко так разошлись, да, мы. Так что вот такая вот информация. Hilolaxon, bizning podkastimizda bir an'anasi bor. Kelgan mehmonlarga men ko'pincha 3 ta savol beraman va u savollarga mehmonlarimiz so'z bilan emas, balkim yuz ifodasi bilan javob beradi. No, siz bilan endi men sal boshqacharoq bugun yozmoqchi edim bu narsani. Menga xohlagan 3 ta savolingiz bersangiz, men esa buni so'zsiz sizga как бы javob berishga harakat qilaman. Это для разрядки обстановки, как-то мы всегда это делаем, если возможно. Да, давайте жду от вас вопросов. Да. Так, xirurg, flebolog bo'lmaganingizda qaysi kasbni yana tanlagan bo'lardingiz? Наверное, если бы не стал бы флебологом, хирургом, у меня было всегда желание стать онкологом. Может быть, онкологом. Да. А вообще изначально меня хотели отдать не лечебный факультет, а стоматологический. То есть вот была такая идея стать стоматологом. Стоматолог был, наверное. Да, очень хорошо. Так, еще какой вопрос задать? Flebologiyada mana lazerni qo'llash bo'yicha ko'pincha shunaqa noto'g'ri tushuncha bor xalqimizda. Ya'ni onkonastorojность deymiz. Shunga qanaqa siz shunaqa savollar kelsa, qanaqa sizda javob bo'ladi patsientlar tomonidan? Juda ko'p shunaqa savol tushadi, chunki har qatdan ham bizning praktikamda ham ko'pda shu. Aholimiz qo'rqishadi, o'sha lazeriz nur rakka olib keladimi deb. Doim tushuntirib boraman, hozirgi kunda eng xavfsiz organizmga ziyoni yo'q, zararsiz usul. No, lazer bu svet. Oddiy qaraganda mana svetda yoki quyosh tagida o'tirganingizda hech qanaqa zarar yetmaydi va uni to'g'ri ishlatsa, to'g'ri joyga olib borsa, bu albatta zararsiz. Bundan tashqari lazer bilan hozir nafaqat varikozni, mana sizlar ham ishlatar ekansizlar o'zingizlarning tajribalarda, ko'pincha o'sha onkologiya, ya'ni o'sha biza qo'rqib turgan rakni lazer bilan davolashadi. Shunaqa современно. Объясняю вот shunaqa. Да, точно. Так, ну, agar savollaringiz bo'lmasa, endi bu yerda bugun harakat qildim. Nafaqat o'zimdan savollarni, balki o'sha bizning ijtimoiy tarmoqlardan flebolog sifatida kelib tushgan savollarni yig'ib, siz bilan shuni gaplashib olmoqchi edik. Hilola Anvarovna, masalan, ginekolog kim ekanligini va u nima bilan shug'ullanishini ko'p odamlar biladi. U приблизительно bo'lsa ham. Lekin mana hozir o'zingizni tanishtirganingiz 2-3 marta reproduktolog degan so'zni ishlatdingiz. Bu iborani agar iloji bo'lsa oddiy tilda
mana odamlarimizga tushuntirib bersangiz, reproduktolog kom, chunki bu как говорится, bu juda modniy narsa bo'lib ketdi, lekin reproduktolog kim va uni vazifalarini afsuski ko'p odamlarimiz tushunmaydi. Shuni bir aytib o'tsangiz. Xo'p, rahmat. Savolingiz uchun. Hozir bizada reproduktologiya endi rivojlanib kelmoqda. O'sha 2020-yilda Coviddan oldin eko muolajalarni o'tkazish bo'yicha VRT texnologiyalarda Oliy Majlis tomonidan tasdiqlangan qonun chiqqandan so'ng ruxsat berildi. Ungacha bizada bu jarayonlar o'tkazilmas edi. Biz ham chetga, qo'shni davlatlarga chiqarishga majbur bo'lardik. Reproduktolog o'zi kim? Reproduktolog bu erkak va ayollarda bepustligi bilan ayni shu bilan shug'ullanadigan mutaxassis hisoblanadi. Ya'ni biz hozirgi kunga kelib ayta olamiz, o'sha 1 yilgacha erkak va ayollarimiz homiladorlikni reja qilganda va hech qanday saqlanish vositalaridan qo'llanmaganda farzand homiladorlik bo'lmasa yoki farzand ko'rishda muammo bo'lsa, albatta reproduktologga murojaat qilish kerak. Ya'ni o'sha juftliklarni teng baravar ularni davolab va homiladorlikka o'sha olish uchun kerakli bo'lgan barcha chora-tadbirlarni qo'llab davolaydigan bu mutaxassis reproduktolog hisoblanadi va bunda o'zini o'sha texnologiyalari bor. Faqatgina o'sha reproduktologlar uchun kerak bo'lgan o'sha eko jarayonlari, inseminatsiya jarayonlari, ya'ni hujayralarni urug'lantirish bilan muammo bo'lganda yoki bo'lmasam turli xildagi yo'llar bilan homiladorlik vujudga kelmaganda o'sha ginekologlar albatta reproduktologga murojaat qilishga yo'naltirishlari kerak bo'ladi, patsientlarni vaqt yo'qotmaslik uchun. Shuning uchun biz buni doim aytib o'tamiz ginekologlarga, mana viloyatlarga ham chiqqanimizda 1 yildan oshiq yoki bo'lmasam shu 35 yoshgacha 2 yil vaqt beramiz lecheniya qilishga, diagnoz qo'yishga, boshqa chora-tadbirlarga, operativ davolarga. Foyda bo'lmadimi, o'sha reproduktologga yuboringlar, bemorlarni vaqt yo'qotishmasin deymiz. Ya'ni biz bu yerda to'g'ridan to'g'ri ayol hujayralari bilan, tuxum hujayralari bilan va erkak kishida o'sha spermatozoidlar urug' faoliyatini, morfologiyasini tekshirgan holda kerak bo'lsa, agar og'ir ko'rsatkichlar bo'lsa, androlog bilan birgalikda olib borib o'sha homiladorlik bo'lgungacha tayyorgarlik ko'rishni va shu proseduralarni olib borishga qaratilgan mutaxassis hisoblanadi. Qarang, endi tushunishim bo'yicha masalan Hilola, u понятно, ginekologlar masalan viloyatlarda o'zlari tushunib jo'natsa kerak sizlarga bemorlar, lekin masalan obunachilarim ko'pincha xohlardimki tushunish uchun, o'zlari uchun bilish uchun qachon va qaysi holatlar yuziga kechsa, hayotiy holatlar, qachon mana reproduktolog degan mutaxassisni qidirish kerak? To'g'ri savol. Bunda qachon masalan ayol va erkak kishi homiladorlikni reja qilishganda, hech qanday saqlanish vositalarini ishlatmagan holda 1 yildan oshiq homiladorlik vujudga kelmasa, reproduktologga murojaat qilish kerak. Yoki ayollarimiz mana ultratovushga tushganlarida tuxum hujayralar zaxirasi kamligi ularga tashxis qo'yilsa, ya'ni biz сниженный авариальный резерв deymiz. Albatta tuxum hujayralarini, demak bunda keyinchalik уже 1 yil 2 yil ichida tez tugab qolish ehtimoli bor. Shuning uchun bunday hollarda ham даже o'sha shunaqa holatlar bo'ladiki, yosh hali turmushga chiqmagan qizlarimizda, ya'ni gormonlar o'sha nimasi faoliyati buzilishi yoki bo'lmasa irsiy qanaqadir o'zi tug'ma shunaqa kam zaxira bilan tug'ilgan qizlarimiz, ayollarimiz bo'lishadi. Ularda vaqt yo'qotmasdan tezgina o'sha reproduktologga murojaat qilishlarini yoki bo'lmasam shunaqa ayollarimiz bor. Hozir bizda endi bu rivojlanib borayotganda, nimada modernizatsiya bo'layotgan, ayniqsa bizda ham Toshkent kiradi, karyera qilayotgan ayollar bo'lishadi. Hozircha plan qilishmaydi homiladorlikni, lekin keyinchalik masalan farzand ko'rish istagi bor. Lekin hozircha karyera qilish bo'lsa, ularda zaxiralar juda ham kam bo'lsa, albatta reproduktologga murojaat qilib, tuxum hujayralarini muzlatib qo'yib, keyinchalik kerak bo'lganda o'sha eko programma orqali ishlatib homilador bo'lishlari mumkin. Va keyingisi bu onkologik muammolar bo'lgan patsientlarimizda shunaqa holatlar bo'ladi. Tajribamda ham onkologlar ularga aytishmaydi, palliativ yoki xirurgik nimalardan so'ng kimyoterapiya turli xildagida yoki radio nur orqali demak ularga terapiya beriladi. Ana shundan oldin agar bu juftliklarda yoki ayol kishida homila bo'lish yoki farzand ko'rish istagi bo'lsa, albatta avval reproduktologga murojaat qilib, tuxum hujayralarini demak yig'ib olib muzlatgandan so'ng keyin bunday
bunday choralarni olish kerak. Chunki shunaqa holatlar bo'lgan, men praktikamda ham onkolog ularga aytmagan, borib nur terapiyasini, ximiyoterapiyalarni palliativda olishgan va undan keyin tuxum hujayralarni bu zaxirasini juda ham почти yo'q, nolga teng qilib qo'yadi, yo'qolib ketishi mumkin, pasayib ketishi mumkin yoki umuman yo'q bo'lib qolishi mumkin. Ayolda hayz sikl to'xtaydi va zaxira yo'q bo'lib ketgandan keyin keyinchalik уже hozir bilamiz, juda ham zamonaviy tibbiyotda onkologiya ko'p joylarda o'sha boshlang'ich natijalarda diagnoz qo'yib to'g'ri davo qilinganda juda ham yaxshi natijalar bermoqda. Keyin retsidivga o'tganda yoki butunlay tuzalganda, farzand ko'rish istagi bo'lganda ayollarda bu imkoniyat bo'lmaydi уже. Shuning uchun oldindan ayollar bilishsa, shunga kirishdan oldin kelib reproduktologga murojaat qilib tuxum hujayralarini yoki mana erkaklarda ham bo'ladida turli xil leykoz kasalliklar, ular biz bilamiz, hozir juda ham yaxshi lecheniya qilinadi transplantatsiyalardan keyin. Ularni ham bizga ba'zida gematologlar jo'natishadi, biz spermatozoidlar urug' hujayralarni muzlatib qo'yamiz va keyinchalik уже retsidivga kirishgandan keyin yoki batamom tuzalishgandan keyin kelib ekoprogramma o'sha qo'shimcha reproduktiv texnologiyalarni foydalangan holda farzand ko'rish imkoniyati mavjud bo'ladi ularda. Tushunib oldim. Hilol shuncha sabablarini aytib o'tdingiz. Keyingi savolim, davolanmagan varikoz qandaydir o'sha odam reproduktiv faoliyatiga, ya'niki balki nafaqat farzand ko'rishiga yoki qanaqadir sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkinmi va sizda tajribangizda bunaqa bemorlar bo'lganmi? Bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha qon tomir kasalliklari, aynan shu varikoz tomirlarni kengayishi holatlari aniqlanganda, ayniqsa ko'pincha ayollarimizda shu ikkilamchi bepushtliklar bo'lganda ko'rishimiz mumkin, ya'ni birinchi tug'ruqdan keyin o'sha genetik masalan deylik o'zgarishlar yoki bo'lmasam homilani o'zi ham bunga sabab bo'ladi deymiz, chunki homilani 9 oy ko'tarib yurganda ayolda yoki bo'lmasa homila oldi suvlari ko'p bo'lganda ularda o'sha homila davrida bachadon va demak o'sha turli o'sha nimalarda varikoz kengayish paydo bo'lishi boshlanadi va keyinchalik tug'ruq o'tib уже bir qancha vaqt o'tgandan keyin agar buni profilaktik chora-tadbirlar ko'rilmasa yoki keyinchalik o'sha bunga qaratilgan hech qanaqa yo'nalishlar berilmasa, bu keyinchalik o'sha kichik chanoq organlarida qon aylanishini buzilishiga, zastoyное явление deymiz, shunaqa holatlarga olib kelishi mumkin va bu o'z navbatida bilamiz, qon aylanishi pasaygan organlarda har doim perfuziya pasayadi yoki bo'lmasam shu ishemiya holatlarigacha kuzatilishi mumkin va bu biz bilamiz tuxumdonli ayol kishida juda ham qon tomirlar bilan boy bo'ladi hamda endometriy, ya'ni o'sha bachadon ichki qavatida ham qon tomirlar qanchalik yaxshi o'tda aylanishi bo'lsa, zastoylar bo'lmasa, endometriy ovulyatsiya paytiga yaqin yaxshi uch qavatli bo'lib, keyingi homilalarga tayyorgarlik ko'rishga kerak bo'ladi bizda. Agar shunaqa siz aytib o'tgandek demak varikoz holatlari bo'lsa, qon aylanishda bu albatta bilamiz, что nimalarga buzilishiga olib kelishi mumkin va zastoylarga keyinchalik o'sha hattoki tuxum hujayralarida o'sha qon aylanishini buzilishi ovulyatsiyalarni vaqtida bo'lmasligiga, ya'ni gormonlar yaxshi ishlashi mumkin, estrogen, progesteron gormonlarda, lekin qon aylanishi buzilishi hisobiga vaqtida o'sha gormonlarni tuxum hujayraga ta'siri kamayishi mumkin, ya'ni o'z vaqt soatida follikullar yetilib yorilmasligiga yoki даже yorilib ovulyatsiya bo'lganda qo'shilgan o'sha embrion kelib endometriyga birikmasligi mumkin, ya'ni implantatsiyaga ham ta'sir qilishi mumkin, потому что bu yerda biz bilamiz zastoy ketyapti varikozlarni hisobiga. Doplerimetriya qilganimizda bachadonda ultratovushda o'zimiz shunda ko'rishimiz ham mumkin, bachadonda kengaygan o'sha qon tomirlar varikozlar borligini. Shuning uchun biz albatta homiladorlik masalan boshqa faktorlarni исключить qilganimizda, ya'ni trubniy faktor, murskoy faktorlarni исключить qilib shunda ham homiladorlik ola olmasak, albatta biz o'sha qon quyuqligi bilan va varikozlarga profilaktik chora-tadbirda kerakli bo'lgan o'sha lecheniyalarni, davolarni beramiz va bunda ko'pincha ko'ramiz shundan keyin homiladorlik yuzaga kelishini. Shuning uchun demak vaqtida o'sha diagnoz qo'yildimi, albatta kerak bo'lsa o'sha flebologda vaqt soatida borib lecheniya olishsa, albatta bu keyinchalik ikkilamchi bepushtliklarni oldini olgan. Demak ta'siri bor ekanda, nafaqat o'sha
sog'lig'iga balki o'sha keyinchalik bo'lishiga ham bo'lishiga yoki homila bo'lganda keyinchalik biz aytamiz shu varikozlarni hisobiga zastoyni hisobiga даже homiladorlik olgan taqdirimizda ham yo'ldoshda turli xildagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin ya'ni perinatal boshqa sabablarga olib kelishi mumkin fitoplatsentarniy недостаточность deymiz zastoy hisobiga ya'ni o'sha qon quyuqligini hisobiga yo'ldoshdagi qon aylanishi buzilib uni hisobiga o'sha bolani rivojlanishida yoki o'sha bolani kровотокida turli xil o'zgarishlar va buni natijasida bu qon aylanishi buzilishi natijasida onada bola bilan shu yo'ldosh o'rtasida keyinchalik bolada ham qon tomirlarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin ya'ni o'sishdan orqada qolishi mumkin yoki suvi kamlik holatlari bo'lishi mumkin shularni oldini olish maqsadida bu bizni bunga albatta vaqtida chora tadbirlar ko'rishimiz kerak bo'ladi keyingi savolim Hilola qarang haqiqatdan ham o'sha homiladorlikni rejalashtirmoqchi bo'lib yurgan yosh ayollarimiz uchun agar birinchi homiladorligidan keyin oyoqlarida ostida varikoz rivojlangan bo'lsa ularga nima tavsiya bergan bo'lardingiz bizni birinchi navbatda ko'ramiz o'sha varikoz o'zi kasal nimasi diagnoz qo'yilganda ularda jinsiy o'sha a'zolarda ham ayollarda bilasiz o'sha varikozlarni boshlanishi yoki o'sha oyoqlarda paydo bo'lishi boshlanadi ularda o'zi homiladorlik davrida ham qiyinchiliklar bo'lishi mumkin ya'ni og'riqlar bezovta qiladi turli xildagi o'sha man aytganimdek qon aylanishda buzilishlar va bu hattoki shunaqa ikkinchi uchinchi darajaga o'tadigan bo'lsa tug'ruq bilasiz tabiiy yo'l bilan ruxsat berilmaydi ko'pincha bu holatlarda ya'ni o'sha qon ketishini yoki bo'lmasam tug'ruqdan keyingi trombozlarni oldini olish maqsadida bularda kesir kesish amaliyoti nima qo'yiladi bularga ya'ni shu varikoz sabablariga ko'ra ham shuning uchun agar biz oldini olish maqsadida o'sha boshlang'ich darajada ko'rganimizda birinchi daraja qo'yilganda albatta biz o'zimiz endi o'sha aksher ginekologlar tomonidan tavsiya qilingan nimalarni beramiz ularga lekin biz ko'rsak что aktiv rivojlanayotgan agar bo'lsa buni albatta flebologga jo'natib ular bilan birga konsultatsiyadan o'tib keyinchalik keyin tug'ruqdan keyin ham nimalarga e'tibor berish kerak chunki tug'ruq paytida bilamiz ko'p biza davo choralarini bera olmaymiz homiladorlik paytida homilaga ta'sir qilmasligi uchun shuning uchun tug'ruqdan keyin albatta biz aytamiz flebologga murojaat qiling hozir buni davo choralari ko'p yengil metodlar bo'yicha keyinchalik homiladorlik bo'lishiga va undan keyingi bilamiz agar hozir bu birinchi homila tug'ruq paytida keyin oldini olinmasa keyingi homiladorlikda u yana ham yaqqolroq namoyon bo'ladi yana ham ko'p o'zini noxush oqibatlariga sabab bo'ladi ya'ni осложнениялар ko'p bo'lishi mumkin уже keyingi homiladorlikda og'ir kechishi mumkin undan ham shuning uchun o'sha tug'ruqdan keyin albatta gapingizni bo'ldim ko'pincha bizga kelgan yosh ayollarimiz tushunmaydi shuni ayniqsa o'sha varikoz qin sohada yoki bachadon atrofida varikoz oyoqlarida varikoz bo'lsa shularni aytib bersangiz homiladorlik paytida nima xavfi bor o'shalarda nima bo'lishi mumkin homiladorlik vaqtida o'sha boyagi aytib o'tganimdek demak bu yerda o'sha qon aylanishda zastoy hisobiga buzilishlar ketishi mumkin demak homilador rivojlanishi buziladi rivojlanishida buzilishi mumkin ya'ni o'sha yo'ldosh bilan nimada fitoplatsentarniy недостаточность deymiz shu qon aylanishi buzilishi ya'ni kislorodni yetib borishi yoki bo'lmasam qon yaxshi perfuziya bo'lmasligi sababli o'sha turli xildagi o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin va buni oqibatida o'sha homilani o'sishdan orqada qolishi yoki malovodiy deymiz suvni kam bo'lishi homila oldi suvlarini kamayishi holatlar kuzatilishi mumkin yoki bo'lmasam keyinchalik o'sha nima stas hisobiga oyoqlarda bilasiz ishlar paydo bo'lishi mumkin turli xildagi shularni demak biz oldini olish maqsadida va ko'pincha og'riq simptomlarni bezovta qiladi albatta o'sha o'z vaqtida bularga e'tibor berish maqsadga muvofiq hisoblanadi demak Hilola mana sizni oldingizga patsient kelsa u homilador emas lekin oyoqlarida или ostlarida varikoz bor uni boshida davolab keyin homiladorlikni rivojlantirish kerakmi rejalashtirish kerakmi yoki keyingi homiladorlikdan keyin davolash rejasini tuzish kerakmi nima albatta mana bizga agar homiladorlikka tayyorgarlik ya'ni predgravidar tayyorgarlik deymiz homiladan oldin agar biz shunaqa holatlarni ko'rsak oyoqlarda va o'sha qin sohasida shunaqa va o'zimiz uzi qilganda shundoq ko'rinadi bachadonda shunaqa varikoz kengaygan tomirlarni ko'rsak albatta biz aytamiz boshqa ekstragenital
mental kasalliklarni xuddi oldini olgan maqsadida ularni davolagandek, buni ham parallelni davolashimiz kerak deymiz. Ya'ni oldindan o'sha kerak bo'lsa flebologga agar og'ir darajali bo'ladigan bo'lsa, yengil bo'lsa, endi biz o'zimiz ham inaqda harakat qilamiz buni korreksiya qilishga. Agar foydasini ko'rmasak, albatta lutchi mutaxassisga yuborganimiz yaxshi. Chunki homiladorlikka tayyorgarlik ko'rib kirsak, homiladorlik ham vaqtida bo'ladi, nuqsonlarsiz, ya'ni hech qanday asoratlarsiz o'tadi va tug'ruqda ham hech qanday muammolar bo'lmaydi bunda ayollarimizda. Shuning uchun albatta oldini olib, tayyorgarlik ko'rib, undan keyin homiladorlikka kirishni maslahat bergan bo'lardim. Juda yaxshi maslahat berdingiz, chunki mana obunachilarimdan ko'p savollar keladi va eng achinarlisi konsultatsiya davrida bemorlar aytadi, ginekologlar, xirurglar ko'pincha shunaqa fikr bildiradiki, oyoq yoki qin sohadagi varikozni hozir davolash kerak emas, chunki homiladorlik payti barram chiqib ketadi deydi-da, keyinchalik bemalol tug'ib bo'lganingdan keyin borib keyin davolasan deydi. Demak, shunchalik asoratlarga yoki xavfga, sog'liqqa zarar yetkazishi mumkin ekan bu narsalar. Asoratlari ko'p, chunki biz bilamiz, agar hozir aytganimdek, bitta katta buni nimalardan biri o'sha biz aytamiz tug'ruqdan keyingi trombozlarga qo'rqamiz. Bu juda ham xavfli, hayot uchun xavfli hattoki hisoblanadi, bilasiz. O'z 3-darajada 2-darajaga o'tib ketadigan bo'lsa, chunki bir xil ayollarimizda genetik bunga o'zi moyilligi bo'ladi. Ayollarda homiladorlikni, demak, o'sha gormonlarni o'zgarishi, progesteron gormonini oshishi bu tabiiy holat homiladorlikda va u ayollarda genetik bunga moyillik bo'lsa, bu bularda yana ham yaqqolroq namoyon bo'ladi va albatta bu tug'ruqdan keyin borib davolanaman deguncha qancha o'zgarishlar va qancha asoratli homiladorlik va asoratlangan tug'ruqdan keyingi holatlar bo'lishi mumkin. Hattoki biz trombozlardan juda ham qo'rqamiz, hayot uchun xavfli hisoblanadi turli xildagi va hozirgi bugunga kelib o'sha tromboemboliyada mana shunaqa venozni tromboemboliya kasalliklari bilan dunyo bo'yicha o'lim holatlarida hattoki 30% ni bugunga kelib eng katta sababchi bo'lgan sabablardan biri hisoblanadi. Shuning uchun albatta buni keyinchaligiga qoldirmasdan maslahat beramiz doim mutaxassisga uchrab, ya'ni biz aytamiz bu bilan oddiy xirurglar emas, ya'ni aynan o'sha o'zini tor mutaxassis, flebolog mutaxassisga uchrashingiz kerak. Bu bilan shug'ullanadigan o'sha mutaxassisga va albatta buni o'zini chora-tadbirlarini berib, profilaktik choralarni berib, keyin homiladorlikka kirsak albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana Hilola Anvarovnani yana aytib o'taman, o'zini doim ilmiy izlanib kelardi, studentlik paytida ham shunaqa edi. Hozirgi ilmiy izlanishi moyilligi bor odamlarda o'sha trombga moyilligini topib va oldindan o'shalarga profilaktika qilib, o'shalarni tashxis qo'yib davolash yo'llari. Qanchalik o'sha trombga moyillik bo'lgan odamlarda varikozlarda qanchalik asorat beradi? Bularda biz shu o'zim ilmiy ishimda ham o'rganganmiz, ya'ni hozir juda ham ko'p uchraydigan trombofiliya kasalligi bu bugunga kelib o'sha homilani nobud bo'lishida 65% ayollarda imенно shu trombofiliya bilan bog'liq holatlar, ya'ni tromboz, trombofiliya bilan bog'liq holatlar ko'p uchrab kelmoqda. Butun o'sha ya'ni homilani doimiy ravishda o'smay qolish holatlarini shuni kuzatganmiz va shu genlarda polimorfizm, ya'ni genlarda moyillik bo'lgan o'zgarishga ayollarda bu buni soni uchrash jihati juda ham ortadi. Ya'ni biz eko muolajasini o'tkazamiz, amaliyotlarni eko amaliyotlarda bilasiz, gormonlar bilan stimulyatsiya qilinadi. Va bu patsientlarimizda gormonlarni qo'llaganimizda yoki mana homiladorlik davrida ham gormonlar berilishiga ko'rsatma bo'lsa, homila tushish xavfi bo'lsa, gormonlar qonni yana ham quyuqlashtiradi. Organizmda trombozlarga moyillik bo'lgan ayollarimizda bu holat o'zini yana ham yaqqolroq ko'rsatadi. Shuning uchun ko'pincha bu o'sha homilani bo'lmasligi yoki ekoprogrammalarda ham natija ola olmasligimizga, hattoki yaxshi sifatli tekshirilgan embrionni qo'ysak ham bachadonga homila olmaslikka yoki даже homila bo'lganda ham kichik sroklarda homilani yo'qotish xavfiga sabab bo'ladi. Chunki bular negizida hammasi o'sha mikrotrombozlar, ya'ni bachadonni o'sha ichki qismidagi to'qimalardagi tomirlarda mikrotrombozlarni hosil bo'lishi va bu natijasida qon aylanishini buzilib, o'shda yaxshi sifatli qo'ygan embrionimizda ham homila ola olmasligimizga sabab bo'lib keladi. Shuning uchun shu ilmiy ishimda buni o'rganib, buni ko'rib chiqqanmiz. 2-3 dan ortiq embrion protokollarda natija olmagandan keyin o'sha ayni bu patsientlarimizda qon suyultiruvchi dorilarni qo'llagan holda, antiagregant
antiagregant, antikoagulyantlarni qo'llagan holda natijaga erishganmiz va buni biz o'sha ilmishda yoritib berdik. Super. Hilol Anvarni o'zi necha yoshdan boshlab ginekologga bizani qizlarimiz murojaat qilishi kerak? Sizni fikringizcha? Juda kerakli savol, o'rinli savol. Chunki bizda hozir shunaqa biz aytamizki, ayollar murojaat qilishganda juftliklarimiz shunaqa holatlar ko'p kuzatiladiki, yoshgina kelinchaklar qizlik paytida masalan ularda shu hayz kelishi bilan bog'liq muammolar kuzatilgan bo'lsa, onalari bunga e'tibor berishmagan bo'ladi. Ya'ni bilasiz, xalqda turmushga chiqsang yaxshi bo'lib ketadi, birinchi tug'ganingdan keyin o'tib ketadi. Bu juda ham noto'g'ri tushunchalar. Yosh kelinchaklar keladiki, hattoki ularda bizni ko'ramiz, o'sha boya aytganimdek tuxum hujayra zaxira yo'q umuman. Uni bu haqida ular bilishmagan ham. 3 oylab, 4 oylab hayz ko'rmay yurishgan o'sha 17-18 yasharli qizchalar hech kim oiladagilar ahamiyat berishmagan bunga ota-onalar va keyinchalik mana turmushga chiqqandan keyin 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, homila bo'lmayapti, kelishadi, tekshirsak ultratovushda zaxira yo'q o'sha. Homila bo'lmaydi, bilasiz, tuxum hujayra zaxira bo'lsa biz hattoki eko bilan ham homilador qilamiz. Chunki tuxum hujayra yo'q, nima bilan urug'lantiramiz? Shuning uchun men doim aytib o'tiraman, borganimizda ham yosh o'sha onalarimizga aytamiz, qiz bolani pubertam shu davri boshlanganda hayz keldimi yoki hayz mana 16 yoshgacha hozir norma hisoblaymiz. Chunki hozirgi mana bunaqa sharoitda, ekologiyada. Lekin уже 16 yoshdan keyin hayz kelmadi yoki bir kelib normaga tushmadi. Shunda albatta o'smirlar ginekologiga murojaat qilish kerak yoki bo'lmasam ginekologga vaqtida murojaat qilsak, albatta biz turli xildagi shunaqa noxush erta ajralishlarni yoki bo'lmasam turli xildagi oiladagi keyin turmushga chiqqandan keyingi muammolarni oldini olgan bo'lamiz. Chunki bunga uyalish kerak emas. Endokrinologga, ginekologga albatta hayz siklida o'zgarish bo'lyaptimi yoki ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo'lmayaptimi qiz bolalarni o'sha o'smirlik davrida. Qancha erta murojaat qilsak, tashxis shuncha erta qo'yiladi. Irsiy kasalliklar bo'lsa, erta topiladi buni sabablari va keyinchalik bu vaqtida davolansa, albatta yengilroq davo bo'ladi. Hilol, demak mana ikkita yosh er-xotin turmush qurdi va yaqin 1 yil ichida ularda homila bo'lmasa yoki farzand bo'lmasa, bularga nafaqat bitta sabab ko'psa bunaqa faktor ekan. O'zingiz praktikangizda eng ko'p uchraydigan 5 ta sabab nima bo'lgan? Asosiy bepushtlikni o'zi sabablari biz hozirgi kunga kelib biz 4 ta faktor deb qo'yamiz. Birinchisi bu o'sha ayol kishida tuxum hujayralari bilan bog'liq muammolar, ya'ni follikullarning vaqtida yetilmasligi, ovulyatsiya bo'lmasligi yoki bachadonda qanaqadir muammolar bo'lsa. Keyingi faktor bu trubno peritonialniy faktor deymiz, ya'ni bachadon naylarini yopilib qolish holatlari. Hattoki bir xil o'ylashadi, birlamchi homilador bo'lmaganlarda bu narsa uchramaydi deb. Yo'q, uchraydi, chunki infeksiya bor, og'ir qanaqadir viruslar bor. Bularning hisobiga bachadon naylari yopilib qoladi va bularda ham hatto hujayralar soni ko'p bo'lib, spermatozoidlar miqdori yuqori bo'lganda homiladorlik bo'lmaydi tabiiy. Shuning uchun bularni albatta naylar bilan muammo faktor ko'p uchraydi bugunga kelib ham. Va uchinchisi erkaklik faktori deymiz. Oldin bepushtlikni demak, masalan, ayollar faktori ko'p bo'lib, erkaklik faktori ko'p bo'lsa va ko'pincha biz bilamiz, erkaklar vrachga borgisi kelmaydi, qanaqadir ularga uyaladi, qo'rqadi yoki bo'lmasam shaxsiyatiga qanaqadir ta'sir qiladi-da erkaklar. Lekin bugungi kunga kelib bepushtlikni 50% ayollarga bog'liq bo'lsa, hozir 50% erkaklik sabablari aniqlanyapti. Ya'ni yosh yigitlarimiz ham kelishadi, urug' spermogrammani ko'rganimizda o'sha juda ham urug'ni harakatchanligi past, morfologiyasi juda ham yaxshi emas. Endi hozirgi ekologiya, yeb ichishimiz, bularning hammasining ta'siri bor. Stress, keyin mana shu gadjetlardan ko'p foydalanish bularni ta'sir qilmasdan qolmaydi, bilasiz, erkaklarda urug'ning faoliyatiga. Shuning uchun albatta birga kelib, birga ko'rinishlari kerak. Va 4-inchisi bu idiopatik faktor bo'lishi mumkin. Bunda ayol kishida ham, erkak kishida ham hammasi yaxshi, lekin immunologik jihatdan hujayralar bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu holatda ham biz eko jarayoniga olamiz. Olasizlar. Tushunarli. Mana Hilolaxon boya aytib o'tdingiz, siz nafaqat reproduktologiya, balki o'sha estetika bilan ham shug'ullanasiz. Aytingchi, o'sha praktikangizda qin osti varikoza uchrab turadimi va u bemorlarni nima qilasizlar? Ну, чисто такой профессиональный вопрос, если честно.
bizani demak praktikamizda uchraydi, ayniqsa o'sha tug'ruqdan keyin homila agar vazni katta tug'ilgan homila yoki homila oldi suvlari ko'p bo'lgan bo'lsa va genetik jihatdan bunga moyillik bo'lgan ayollarimizda uchraydi. Bularda masalan biz o'sha estetik o'sha lazer bilan korreksiya yoki bo'lmasam qanaqadir fillerlar ishlatibda PRP terapiya o'tkazmoqchi bo'lsak, agar biz o'sha darajalariga qarab varikoz kasalligi o'sha katta lablarda qin a'zolarida uchraydigan bo'lsa yoki bo'lmasam o'sha nima sohasida qin sohasida ham bunda biz bunaqa jarayonlarni o'tkazishga biroz nima qilamiz, albatta oldin flebologga jo'natib ularni lecheniya qilib darajasini kamaytirgandan keyin yoki mutlaq tuzalgandan keyingina bunaqa nimalarni olishimiz mumkin, ya'ni estetik ginekologiya protseduralariga olishimiz mumkin. Chunki agar judayam yaqqol namoyon bo'lgan va og'ir darajadagi varikoz tomirlar bo'lsa, bu joyda bilasiz ishlash qiyin, ya'ni o'sha nimalarni qo'llashda ham bizda qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz oldin o'sha xirurg flebologga jo'natamiz. Agar buni ilojisi bo'lsa, ular qaysi o'sha usul ularga ma'qul kelsa kamaytirib darajasini kamaytirib berishgandan keyin klinikalarga ketgandan keyin estetik jihatdan ularga biz qanaqadir yordam berishimiz mumkin. Demak, u sizlarni estetik muolajalaringga ham qanaqadir qarshilik yoki qanaqa chegirmalar berishi mumkin ekan. Albatta. Endi boya aytib o'tdingiz, juda chuqur aytib o'tdingiz, neudachni beramiz deydi. Endi masalan mana eko bilan ko'p yillardan beri shug'ullanib ketyapsizlar. U ham neudachni bo'ladi. Asosan 5 ta sababchi nima bo'lishi mumkin? При неудаче этого эко yoki homiladorliklarni невынашивание deymiz. Eng ko'p sababi nima bo'lishi mumkin? Eko programmada ham biz aytamiz, masalan dunyo bo'yicha eko natijalarini mировой statistika bo'yicha 20 dan 40% gacha berishadi. Bo'lish ehtimoligi, o'xshash darajasi. Lekin mana bizda integrativ tayyorgarlik ko'rib olamiz, chunki bizda hamma reproduktiv klinikamizda, siz ona bo'lasiz klinikasida integrativ vrachlar biz o'qiganmiz bu bo'yicha, ya'ni boshqa ekstragenital holatlarni ham inobatga olib keyin eko programmaga olsak, albatta natija juda ham yaxshi bo'ladi. Ya'ni biz shu klinikamizda 60 dan 83% gacha chiqdik ijobiy natija bo'yicha. Lekin o'sha siz aytganingizdek har doim ham eko qilindi, bo'ldi, shuncha pul sarflandi, bilasiz, juda ham bu katta summa ekoda. 100% homila oldi degani emas. Patsientlar kelganda tushuntiramiz, chunki juda ham ko'p faktorlar, multifaktorli problemalar bor. Ya'ni gormonlar holati deymiz yoki endometrik bilan bog'liq muammolar, bachadonning o'sha ichki shilla qavatidagi turli xildagi o'zgarishlar. Bunda biz xirurgik muammolarni ham hal qilishga harakat qilamiz yoki embrion bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Har doim ham genetika tekshirilgan embrionni qo'ya olmaymiz. Hammada ham finans to'g'ri kelmasligi mumkin. Programmaga olinganda bunda ko'proq o'sha embrion bilan bog'liq muammolar ham bo'lishi mumkin. Yoki bachadonning ichki holati bilan bog'liq muammolar. Endi biz bilan hammasini bartaraf qilishga harakat qilamiz va keyingisi boya aytib o'tganimdek o'sha qon tomirlarida o'zgarish bo'lgan ayollarimizda ham, ya'ni buni juda sifatli, yaxshi embrion, a'lo darajadagi tekshirilgan embrionni qo'ysak ham, yaxshi tayyorlangan bachadonga gormonlar bergan holda tayyorlab qo'ysak ham homila o'sha olmasligimiz mumkin, ya'ni ekoda ijobiy natija olmasligimiz mumkin yoki homilaga kirgan taqdirda ham ranniy sroklarda o'sha homilani o'smay qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Ya'ni bunda biz ko'proq o'sha urg'uni gormonlar bilan korreksiyaga emas, balki o'sha qon aylanishidagi muammolar va koagulogramma, gemostazdagi qon ivishidagi muammolar, qonning o'zini xususiyatlariga e'tibor beramiz bunda, chunki bular ham o'sha aytib o'tganimdek ko'pchilik holatlarda ekoda o'sha bo'lish ehtimolini pasaytiradi. Ya'ni har qanday tayyorgarlik ko'rganda ham homila ola olmasligimiz mumkin yoki homilani keyinchalik olgan taqdirimizda ham tushish holatlari, o'smay qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Hilola, ko'p bizani hamkasblarimizga ginekologlardan bemorlar keladi, oyoqlarida yoki qin sohada varikoz bo'lsa, davolash usulini aniqlab beriladi. O'zi bu ginekologlar tarafdan qon tomir xirurglarga qo'yilgan qanchalik savol to'g'ri yo noto'g'ri, o'zi sizni fikringizcha oyoqdagi yoki qin sohadagi varikoz bo'lgan ayollar keser secheniya bilan tug'ish kerak bo'ladimi yoki o'zlari ham tug'a oladimi? Uni endi biz o'sha
9 oygacha ko'pincha olib borishimiz mumkin qarab. Keyinchalik уже biz endi reproduktolog bo'lganimiz uchun o'zi вообще-то biz reproduktologlar homila olgandan keyin biz akusher ginekologlarga topshirishimiz kerak. No, lekin shunaqa holatlar bo'ladi. Biz inogda 9 oy o'zimiz qaraymiz tug'ruqgacha. Va 36 haftaga yetganda albatta bunda varikoz o'sha tomirlarni kasalligi qo'yilganda buni diagnoziga qo'ygandan keyin qaysi darajadaligiga albatta ahamiyatga ega va Doppler qilinganda o'sha bachadondagi varikozlarni qanchalik bularni o'sha namoyon qilgani o'zini yoki qaysi darajadaligi ham muhim ahamiyatga ega. Albatta agar qin sohasida juda ham kuchli o'zgarishlar varikoz tomonidan 2-3 darajasi ko'rsatilsa, oyoqlarda ham juda katta o'sha darajalari yuqori bo'lsa, buni o'zini pokazaniyalari ham bor. Kesir va kesish o'sha usuli bilan homilani tug'ruqni amalga oshirish, lekin baribir ham agar kuchli darajada bo'ladigan bo'lsa, biz jo'natamiz konsultatsiyaga o'sha nimaga mutaxassisga ko'rib berishlari uchun yoki bo'lmasam o'sha qanday profilaktik jarayonlarni olib borish va tug'ruq o'zlarida bo'lish bo'lmasligini biz baribir shu birga hal qilamiz. Ya'ni buni qanchalik o'zini namoyon qilgan darajasiga qarab turib, keyinchalik eng biz qo'rqadigan narsamiz o'sha tug'ruqdan keyingi trombozlarni albatta oldini olish maqsadida. Endi podkastimiz oxirida Hilola homiladorlikni rejalashtirmoqchi bo'lgan ayollarimizga, yosh ayollarga o'zi umumiy qanaqa maslahat bera olasiz? Umumiy maslahat. Rezyume deydi-ku. Homiladorlikni rejalashtirayotgan ayollarimizga albatta homila bo'lgandan keyin problemalar bilan ginekologga yoki xirurglarga murojaat qilmaslik uchun, homiladorlik yaxshi o'tishi uchun, hattoki sizda muammolar bo'lmasa ham biz aytamiz birlamchi check-up topshirish kerak, ham ayol ham erkak. Chunki hozirgi kunda kelib biz bilmagan o'sha qanaqadir kasalliklar bo'lishi mumkin yoki metabolizmda turli xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta birlamchi check-updan o'tsak, ko'rikdan ayol va erkak turli xildagi kelib chiqqan kasalliklar bo'lsa, bularni oldini olgan holda, ya'ni ekstragenital kasalliklar bo'lishi mumkin, faqatgina ginekologiyada moyillik bo'lmagan, homiladorlik davri yaxshi o'tishi uchun va tug'ruq oson bo'lishi uchun eng kerakligi bo'lajak farzandda turli xildagi asoratlarni oldini olish uchun albatta tekshiruvdan o'tishimiz kerak. Chunki men doim aytaman ayollarga, mana o'zingizga bitta kiyim yoki biron nima, mayli bir kamroq tufli kiying yoki kamroq kiyim kiying, lekin vaqtida o'zingizga qarab, bir yilda bitta o'sha check-uplardan o'tib tursak, albatta keyingi homiladorlikka oson kiramiz, asoratlarsiz o'tadi va kerak bo'lsa o'sha yondosh agar sizga ginekolog o'zi aytadi, qayerda qanaqa muammo bo'lyapti, qaysi mutaxassisga yana uchrashingiz kerak. Albatta toksikoz masalan yengilroq o'tadi yoki mana biz aytganimizdek o'sha varikoz aniqlangan bo'lsa, albatta buni tug'vola qolyapti, bu keyin yana qaratarman degandan ko'ra oldini olib kirsa, homilador bo'lish ham tez bo'ladi. Rejalashtirganda homila jarayonida turli xildagi asoratlar o'tmaydi, keyin qancha pul ketib ham homiladorlikka risk bo'ladi, onaga risk bo'ladi va tug'ruqdan keyingi muammolarni ham albatta oldini olgan bo'lardik. Shuning uchun albatta tayyorgarlik ko'rib, birlamchi check-uplardan o'tib, homiladorlikka keyin kirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Profilaktika. Sog'lom farzand dunyoga kelishiga o'zlari sababchi bo'ladilar. Hilolaxon, большое спасибо, katta rahmat. O'zimga ham juda qiziqarli ma'lumotlar oldim. Sizni vaqtingiz ayami kelganingizga, bizga shunchalik chuqur narsalarni aytib berganingizga o'ylaymanki, bizani obunachilarimizga bu foydali bo'ladi. Men ham o'zimga ham aytdim-ku, juda kerakli narsalarni bilib oldim. Endi sizlarni reproduktologga jo'natayotganda aynan nima uchun jo'natayotganini to'g'ri bemorlarga tavsiya qilib ayta oladigan bo'ldim. Katta rahmat. Hurmatli obunachilar, agar sizlarda qanaqadir savollar, tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Hilolaxon, agar ruxsat bersangiz, sizni kontaktlaringizni ham shu video orqasida qoldirib ketamiz va bemorlari yordam berishda charchamang. Rahmat sizga. Rahmat taklifinglar uchun. Ishlaringizda rivoj, omad tilab qolaman va eng kerakligi hammamiz maqsadimiz bir, shu xalqimizda insonlarga foyda keltirish va salomatligini tiklashda hech qachon charchamaylik. Rahmat. Rahmat.